mana shu saxovatli qo'llar loyihasiga qanday o'z hissamni qo'shaman degan insonlar bo'lsa, mana marhamat 40 73 42 00 59 31 95 86 plastik karta raqam mavjud. Mana shu karta raqamga mablag' tomonidan qarashsangiz, ehsonlaringizni shu kartaga tashlasangiz mumkin. Yoki bo'lmasa, mana telefon raqam mavjud. 199 893 323 0081 telefon raqamiga murojaat qilib aniqlik kiritishingiz mumkin. Yodingizda bo'lsin, har oyda mablag' to'planib, mana shu mahallamizdan bir xonadonga topshiriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat barchaga. Assalomu alaykum mahalladoshlar, aka-uka, opa-singillar. 2026-yil 20-aprel Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida tuzilgan saxovatli qo'llar loyihasi. Xabaringiz bo'lsa, 20-mart kunidan 20-aprel kunigacha muddat berilgan edi. Alloh rozi bo'lsin, mana shu insonlardan mana bir oy davomida ichida mana shu saxovatli qo'llar loyihasiga 963.784 so'm mablag' to'plandi. Hali yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Mana shu 963.784 so'mimizda hozir mana 1 million so'm qilib xolamizga mana topshiramiz. Xola, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh shifo bersin. Oyog'ingiz bezovta qilmayaptimi? Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shunday, agar imkoni bo'lsa bir duo qilib qo'ysangiz, mana shu ihson qilgan insonlardan menga niyat qilmasina, niyat bola chaqalarim, rizq-ro'zalarim yaxshi bo'lib, nima niyatlanmasa niyatlaringga yetinglar. Meni Xudo siylasin, sizlardan Xudo siylasin, niyatlaringga yetinglar. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu saxovatli qo'llar loyihasiga o'z hissasini qo'shayotgan aka-uka, opa-singillarimizdan endigi ehsonlarimiz 20-may kunigacha to'planadi va mana shu mahallamizdan bir xonadonga topshiriladi. Assalomu alaykum mahalladoshlar, aka-uka, opa-singillar. Mana 2026-yil 20-aprel Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida tuzilgan saxovatli qo'llar loyihasi. Xabaringiz bo'lsa, 20-mart kunidan 20-aprel kunigacha muddat berilgan edi. Mana shu muddatimiz ichida mana saxovatli qo'llar loyihasiga 963.784 so'm 90 tiyin mablag' to'plandi. Shu mablag'imizni hozir mana 1 million so'm qilib mana shu mahallamizda bir xonadonga topshirdik. Alloh rozi bo'lsin barchangizdan. Rahmat. Yodingizda bo'lsin, endigi ehsonlarimiz inshaalloh 20-may kunigacha to'planadi. Va mana shu saxovatli qo'llar loyihasiga qanday o'z hissamni qo'shaman degan insonlar bo'lsa, mana marhamat 40 73 42 00 59 31 95 86 plastik karta raqam mavjud. Mana shu karta raqamga mablag' tomonidan qarashsangiz, ehsonlaringizni shu kartaga tashlasangiz mumkin. Yoki bo'lmasa, mana telefon raqam mavjud. 199 893 323 0081 telefon raqamiga murojaat qilib aniqlik kiritishingiz mumkin. Yodingizda bo'lsin, har oyda mablag' to'planib, mana shu mahallamizdan bir xonadonga topshiriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat barchaga.